Assalomu alaykum chorva asri obunachilari, hurmatli chorva ishqibozlari. Akalar, hozir 3 ta shivit g'unojinlarimiz, bitta shivitga semental gibrid bo'lgan. Akalar, mana shu g'unojinimiz. Mana orqalari. Akalar, meni firmadan chiqqan mana jonivor taglari. Xo'p, manzilimiz Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanida. Hafta kuniga seshanba 25 avgust. Xo'p, Rossiyadan kelgan ho'kizlar ichida yurgan akalar, gumon bu. Berkasiga ru tushgan. 100 talik chetdan kelgan parvozlar. Bu nasib qilsa bo'g'oz chiqsa ikkinchi qoringa. Mana buni 41 million so'm sotgan ho'kizimizdan qo'yganmiz. Videosini endi Telegram kanallarimizda bo'ladi, YouTube'ga joylanmaymiz, sababi videoni bloklaydi. Xo'p, mana bunisi bu ham gumon, firmaning ichida ho'kizlar ichiga yurgan, tish buzmagan ona orijinali, yosh narsa, ko'chat. Mana parodasi o'ta kuchli, yaxshi narsa. Mana buni qo'yganmiz, lekin qo'yganimizdan keyin orqalari tortib, nasib qilsa buni ilganligi gumon yuqori. 2 hafta bo'ldi. 2 haftadan oshdi bugun. 3 kunmi 4 kun oshdi. Nasib qilsa birinchi qo'yilishi iladi bu. Narxiga keladigan bo'lsak, akalar, bularning narxi bir joyga 25 dan narx aytyapmiz, 75 million. Yana kelishamiz. Bunisi sal kamroq bo'lar, bunisi ko'proq. Ularda telefon orqali kelib, ko'rib, savdoni qilib. Xo'p, nomer qo'yamiz. 99lik 056 65 79. Mana shu nomerga aloqaga chiqasizlar. Sotuvchini, molni egasining nomeri, biz sotib qilib bermaymiz, lekin biz manzilni, lokatsiyasini, boshqa narsalarini bemalol tushuntirib, xohlasangiz telefon qilsangiz, o'rtada savdoni ham kelishtirib olib beramiz. Mana mollar hammasi 120, 130 shu territoriyada kelib qoladi bo'ylar. Yirik mo'lchalar. Mana ekan. Shuni buqasi, lekin o'zim qo'yib berdim mashina. Bular firmalardan kelgan mollar. Mana ikkalasi firmadan kelgan. Mana buni o'zim qo'yib berdim lekin. Buqasi ishonchli. Ishqoz bo'lsa, akalar, aloqaga chiqaverasizlar. Mollar hammasi stakan tuyoq. Poyali go'zal narsalar. 9400 Xudo raqami. Ana shu mollar juda go'zal. Parvozdan kelgan. Hammaga rahmat. Bitta like bosib akalar, obuna bo'lib qo'yamiz. Videolarimiz davomiy bo'ladi.